Bugungi ish o'rni. Norvegiyada kuryerlik. Barchaga assalomu alaykum. Kuryerlik bugungi kunda Norvegiyada eng yaxshi daromad keltiradigan ish turlaridan biridir. Bu sohada ishlovchilar, ya'ni ovqat yoki posilka yetkazib beruvchilar soatiga o'rtacha 20 dan 26 dollargacha daromad olishadi. Agar kuryer kuniga 12 soat ishlasa, u 240 dan 300 dollargacha pul topishi mumkin. Bu Norvegiya mehnat bozorida oddiy kuryer uchun juda yaxshi daromad hisoblanadi. Velosiped bilan ishlovchilar odatda biroz kamroq, ya'ni soatiga 16-19 dollar, kuniga esa 200 dollargacha topishadi. Mashina bilan yetkazib beruvchilar esa ko'proq masofa bosib o'tishadi va kuniga 250-300 dollargacha daromad olishlari mumkin. Endi yashash xarajatlariga to'xtalaylik. Norvegiyada kvartira ijarasi shaharlar bo'yicha turlicha. Masalan, Oslo shahrida bir kishilik kvartira oyiga 1200 dan 1500 dollar turadi. Trondheim yoki Bergen kabi yirik shaharlarda ham narxlar shunga yaqin. Ammo kichik shaharlar yoki chekka hududlarda ijara 800 ming dollar atrofida bo'ladi. Ovqat narxlari ham farq qiladi. Oslo yoki Bergen kabi joylarda bir martalik tushlik o'rtacha 20-25 dollar tursa, kichik shaharlarda bu 12-15 dollar bo'lishi mumkin. Shu bois Norvegiyada oyiga yashash uchun o'rtacha 1200-1600 dollar sarf bo'ladi. Qolganini esa jamg'arish yoki O'zbekistonga yuborish mumkin. Endi eng muhim savol. O'zbekiston fuqarolari Norvegiyada kuryer sifatida ishlashni qanday boshlashi mumkin? Birinchidan, ish taklifi yoki rasmiy chaqiruv xati kerak bo'ladi. Bu hujjat sizga ishchi vizasini olish imkonini beradi. Ikkinchidan, pasport, til bilish sertifikati, ingliz yoki Norvegiya tili va sug'urta hujjatlari tayyorlanadi. Uchinchi bosqichda esa Norvegiyaning elchixonasiga yoki vizani qabul qiluvchi markazga murojaat qilasiz. Norvegiya hukumati hozirda ishchi kuchiga katta ehtiyoj sezmoqda. Xususan, logistika, yetkazib berish va transport sohalarida 100 minglab bo'sh ish o'rinlari mavjud. Shu sababli kuryerlik bu mamlakatda nafaqat vaqtinchalik, balki barqaror daromad manbai hisoblanadi. Norvegiyada yashash qimmat bo'lishiga qaramasdan, ish haqi ham shunga yarasha yuqori. Masalan, bir kuryer oyiga o'rtacha 3500 dan 4000 dollargacha topadi. Bu sizga yaxshi yashash, pul jamg'arish va O'zbekistondagi oilangizga yordam yuborish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, Norvegiyada kuryerlik ishi bu mehnatsevar, intiluvchan va mustaqil ishlashni istagan O'zbekiston fuqarolari uchun. Axborot kanallarimizni kuzatib boring. Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Qanday obuna bo'lishni bilmasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Yoki Telegram ilovangizga kirib, qidiruvlar joyida Migratsiya O'zbekiston deb yozganingizda ham bizning kanalimizni topasiz va obuna bo'lib qo'yasiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.